Ayollarimiz kelyapti. Opa-singillarimiz, onalarimiz, qizlarimiz turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannat ahlining kami balki do'zax ahlining ko'pini ayollarni ko'rdim dedilar. Nima uchun Alloh taolo hur aynni yaratgan bilasizlar, birodarlar? Jannatdagi rijollarga jannatiy ayollar yetmaydi, shuning uchun jannatdagi hurlarni yaratgan Alloh taolo. Jannatda ayollar, dunyodagi musulmon rijollarga teng kelmaydi, birodarlar. Ularning kami jannatga kiradi. Musulmon rijollar, erkaklar jannatga ko'p kiradi. Jannat ahlining yarmi ummati Muhammadiyya. Lekin payg'ambar alayhisalom men jannatni ko'rdim, do'zaxni ko'rdim. Tirik holatlarida o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Lekin do'zax ahlining ko'pini ayollarda ko'rdim dedi. Ey opalar, ey ayollar, ey qizlar, ey qizlarim, opalarim, onalarim, Alloh taolodan qo'rqinglar. Jannatga kirishlikka oshiqmisizlar? Jannatga qarab yuringlar. Jannat ahliga qarab jannat ahlining amalini qilinglar. Do'zax ahlining amalidan, sifatidan ijtinob qilib saqlanglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelinglar. Bu xutbani ayollarga bag'ishlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, aqallu sakinihal janna an-nisa dedilar. Jannat ahlining eng kami ayollar dedilar. Ayollar kam. Do'zaxni ko'rsatdi. Do'zaxni ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sinfani min ahli nar, ikki sifat, ikkita amal sohibi bor. Ular jahannam ahli. Ularni men ko'rmadim. Mendan keyin chiqsa men ko'rmadim ularni, lekin do'zaxda ko'rdim dedilar. Shulardan bittasi ayollar. Kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Yarim yalang'och kiyingan. O'zlari zinoga, fahsh, buzuq ishlarga moyil va o'zgalarni ham moyil qiladi. Ular jannatga kirishmaydi. Jannatning bo'yini hidini ham hidamaydi. Jannatning hidi 40 yillik masofadan kelib turadi. Mana shunday kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat bo'lgan ayollar, yarim yalang'och kiyingan, bugun ayollarning hijobiga hijob kiyishlik muhtoj bo'lib qoldi. Bugun ayollarning hijobiga ustidan hijobga muhtoj bo'lib qoldi ayollar. Muslima ayollarning hijobiga, milliy kiyimlarning kiyib turib hijobini tashlagan ayollar emas. Agarda mu'mina bo'lsalaringiz, agarda Alloh taologa iymon keltirgan bo'lsalaringiz, Allohning farzi hijobga qaytinglar. O'zingizlarning qaddi-qomatinglar, avratinglar va erkaklarga fitna bo'lgan a'zolaringlarni Allohning buyrug'i deb yashiringlar. Ey opalar, ey onalar, ey singillar, jahannamga kirishlikka sababchi bo'lgan amallardan ayollardan, do'zaxda kuyishlikdan kirishlikka sababchi bo'lgan amallardan birinchisi bu libos. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men jahannamni ko'rdim. Unda ikkita sinf, ikkita sifat odamlari bor. Sinfani min ahlinnar. Lam arahuma, ularni men ko'rmadim. Bittasi, shulardan bittasi kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun radallar. Liboslari yarim yalang'och, o'zlari zinoga moyil, internetlarga kirib, fahsh kinolarni ko'rib, suratlarni tomosha qilib, moyil shuni ko'rishlikka. Chiqib qolsa astag'firulloh deb turib qochgan emas, erkaklarni ko'rsa ko'zini olib qochgan emas. Zinoga o'zi moyil. Va mumilat va zinoga chaqirsa ketib qolaveradi. Ellari safarda bo'lsa, ellari bola chaqasini boqaman deb ketgan bo'lsa, halol rizq topay deb ketib qolgan bo'lsa, zinoga chaqirilsa bo'ysunib qo'yadi. Zinoga qarab ketib qoladi. Nafsini harom suratlarni ko'rishlik bilan qondiradi. Ma'ilatun mumilat, zinoga moyil mana shunday ayollar. Bular jahannam ahli. Rasululloh men ularni ko'rdim jahannamda dedilar. Ey opa-singillar, va kullil mu'minati
yaghdudna min absarihinna va yahfazna furujahunna. Ayting Muhammad alayhisalom, ayollarga ayting, ko'zlarini quyuq qilsin, erkaklarga qaramasin. Nafaqat ko'chada, uyda o'tirib televizorlarda ham qarashmasin erkaklarga. Yaghdudna min absarihinna, Allohning buyrug'i. Quyuq qilsin, ko'zlarini olib qochsin. Ayollar ham erkaklarni tomosha qilmasin. Ayollar ham erkaklarni qaddi qomatiga qaramasin. Bu Allohning buyrug'i. Va yahfazna furujahunna.